Assalomu alaykum. Uyg'ur tilining aziz ishtirokchilari. Navbatda huzuringizga Balaning sirliq ko'zi nomli hikoyani taqdim qilmoqchiman. Qiynamsa qulg'inglar menda olsun. Balaning sirliq so'zi. Bor ekan, yo'q ekan. Burunqi zamonda bir maqtanchoq podshoh bo'lgan ekan. Bu podshoh jahonda mendan bekrak aqlliq odam yo'q deb o'ziga tamanno qo'yib yuradi ekan. Bir kuni podshoh ovga chiqibdi. Tushgacha xeyli tirishchanlik ko'rsatibmi, biror narsa ovlay olmabdi. Shu holatda bir balani uchirtibdi va uningga: "Hey bala, bizni mehmon qilmamsan?" debdi. Bala: "Jinim bilan ey mehmon" debdi. Bu chaqda podshoh: "Bizni nima so'yib mehmon qilasan?" deb so'rabdi. "Topsam birini, topolmasam ikkini so'yman" deb javob berdi bala. Podshoh balaning javobidan hayron qoldi. Keyin vazirlariga: "Bu balaning gapida bir xislat bor. Buni bir sinab ko'ramiz" debdi. Podshoh odamlar bilan balaning uyiga beribdi. Bala podshohni, uning odamlarini nihoyat obdan mehmon qilibdi. Podshoh baladan: "Sen necha qo'y so'yding?" deb so'rabdi. "Birini topolmadik, shunga ikkini so'ydim" deb javob beribdi bala. Podshoh yana ajablanib: "Birini topolmagan tursang, ikkini qayerdan tepib so'yding?" deb so'rabdi. Bala bu savolga javob bergan ekan, podshoh buni anglab balaning aqliga hayron qoldi. Keyin uni o'z saroyiga elib ketibdi va bala shunchalik yaxshi o'qib, dona bo'lib, tonilib chiqibdi. Va oxirida podshohning bosh vazir bo'libdi. Qani, kichik do'stim, tep beqing, bala birini topolmagan tursa, ikkini qayerdan topgan? U podshohga nima deb javob bergandi? Javobi: bala podshohga: "Bizning bir bo'g'oz qo'yimiz bor edi. Boshqa qo'y topolmay uni so'ydim. O'zini so'yg'ashqa balasimi o'ldi, shunga birini topolmay ikkini so'ydim" deganning ma'nosi shu deb javob bergan ekan.